Marojniyni qurug'i eksklyuziv. Menimcha bu narsa viloyatlarda yo'q bo'lsa kerak. Qanda O'zbekiston bo'yicha eng nomer 1 shu joyning asoschisi Solijon akam bilan eksklyuziv qisqa intervyu. Aka, tanishtiring mahsulotlar bilan. Qarang, bu yerda bizda butun dunyodan quritilgan mevalarni olib kelamiz. Aha. Butun dunyoda hammadan. Mana bu papaya. Bu Xitoydan keladi. Bu asosan papayani choyga qo'shadi, choyga aralashtiradi buni. Nima foydasi bor bu papayani? Papaya tabiiy meva. Odamga shifobaxsh bo'ladigan nima mahsulotlar bor aka yana? Hammasi shifobaxsh. Hozir bir boshdan aytib ketaman. Ananas. Bu Xitoydan quritilgan. Tailand bilan Xitoydan keladi. Bu olcha, sliva. Donakligi. Bu makadan boyagi 5-4 ta insonning miyasiga kerakli bo'lgan ozuqani beradigan birinchisi bu bo'lsa, ikkinchisi bu. 99% yog'dan iborat. Miyaga juda tez so'riladi, bolalar uchun juda foydali. Vanilli qilib pishirilgan, buni po'stlog'i shunchalik qattiqki, buni maxsus apparatda kesadi. Buni kesgandan keyin mana bunaqa o'zini kulchi bor, shu kalti bor, shu kalti bilan ochiladi. Mana. Mana shunaqa ochiladi. Shunga. Mazasi zo'r ekan lekin. Vanilli bo'ladi, vanilli qilib pishiriladi. Butun dunyoga Xitoy eksport qiladi. Tailand qovuni. Pamelo deyiladi. Buning ikki xil varianti bor, yashili bor, bu sarig'i. Sariq variant. Bu shaftoli. Bu papaya, papayani uzun kesilganligi. Bu kedir. Buni Sibirdan olib kelamiz o'zimiz. Bu inson uchun juda ham foydali. Yog'dan iborat. Xo'p, miya uchun juda kerakli, inson sog'lig'i uchun juda kerakli bo'lgan narsa. Mana shu viloyatlardagi bor narsa sherdan olinib sotiladi. Ha, optim sherdan olib ketiladi. Hamma eng arzon narxda sotiladi. Shunaqami? Shunday, biz optim tarqatamiz, ulgurji narxlarda sotamiz. Mana bu kulupnay. Bu eng yirigi bizdan boshqa hech kimda yo'q, 4,5 diametrlik deyiladi. Mana yeb ko'ring. Mana shu karsillashi mana shu eng yirigi mana shu. Yeb ko'rish bepulmi? Yeb ko'rish bepul. Bo'ldi, unda yeb ko'ramiz. Sublimatsiya qilingan. Ha, qarsillashi ham zo'r ekan. Biz vitaminni uzun holatda saqlaydi. Bu. O'rta Osiyodagi dillar bizlar. Butun O'rta Osiyoga biz tarqatamiz xurmoni. Eronda nomer 1 xurmosi Toshkentda akamiz o'z dillar ekanlar. Bundan tashqari Braziliyadan Braziliya yong'og'ini olib kelamiz. Bu Braziliya yong'og'ini oshirgani bor ekan mana. Bu nima? Tabiiy sink. Qonga hamma moddalarning surilishini ta'minlab beradigan mahsulot mana shu yagona shu bo'ladi. Sink moddasi shundan olinadi. Mana tabiiy sink. Mana Marojniyni qurug'i eksklyuziv. Menimcha bu narsa viloyatlarda yo'q bo'lsa kerak. Bu plomber marojnani qiladigan, agar zakaz bo'lsa, biz buni shokoladnisini, vanilnisini, kulupnaylisini, keviligini, har qanday mevaligini qilib beramiz. Sizga ham quruq mevalar optim zarur bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoga like bosib, quruq meva sotadigan tanishlaringizni jo'natish esdan chiqmasin.